Assalomu alaykum. Hurmatli bizni kuzatib yurganlar, aka-ukalar. Xudo xolasa yana bir mashinani ko'rishga keldik inshaalloh. Bu galdagi mashinamiz xudo xolasa Granger bo'ladi. Hyundai Granger eng fullidan bo'ladi. Последний model kalligrafi bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, mana bemalol bizni aloqaga chiqasizlar. Bu mashinamiz 1.6 gibrid bo'ladi. Eng fullidan barchamizda mana shunaqa mashinalar minish nasib qilsin. Mashinani video qilishdan oldin hamma joyini ko'rib chiqdik. Nima bilan kraskalari top-toza, hech qayeri kraskasi yo'q. 100% top-toza mashinamiz yangi 2026. Mashinamizni qora diskalarga, bu alohida eng qimmatlar pozitsiyalariga mana shu qora disk bo'ladi, mana shunaqa. Kimga qiziq bo'lsa bemalol aloqaga chiqasizlar. Barchamizda mana shunaqa mashinalar, eng kamiga mana shunaqa mashinalar minish nasib qilsin. Mashinamizni xudo xolasa ichiga kelsak, qoraga qora salon. Eng последний funksiyasi panorama, xullas massaj sideniy, sideniyalar ham fulliga boshqacha bo'ladi, bunaqa chizg'ilari uzun bo'ladi. Koja sideniy bo'ladi. Yumshoq, barchamizda nasib qilsin. Kimga qiziq bo'lsa bemalol chiqasizlar inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Mashinamizni yurgani atigi 2000 kilometr yurgan ekan. Yangi, kraskasi toza, polni panorama, luk, orqa sideniyalarga ham 360lari hamma narsasi bor. Buni endi bitta aytib chiqsa juda ham uzayib ketadi. Obzorimiz juda ham ko'payib qoladi. Shu uchun qisqaroq qilib tushuntirib o'taman, nasib bo'lsa. Benzinga o'tdi, ovoz chiqadi. Orqa o'rindiqlarga ham o'ziga xos magnitofonni upravlat qiladigan, mana shu yerda konditsionerni ham upravlat qiladigani bor. Obduf abagrev, oyna pardalari alohida chiqadigan. Mashinamiz eng fullidan. Mana bu yerda ham alohida sensor bo'ladi, polni